Pokhoy deyish kerak. So'kinma. Sizni sevadi. Men sizni sevaman. Toylar aka, yutib bering. Qo'shilishaylik. 2x da uringlar, bolalar, qizlar faqat shartxonmiz. Nega Germaniyaga ketgansiz ha? Yo'q. Viza kerak. Hech qachon ketmagansiz Germaniyaga. Olib boraymi Germaniyaga? Sen Moskvadan hech qayerga chiqmagansan, qayerdan borasan? Bizada kim bor? Raznica katta emas-ku. Ikkalamiz aylanib kelamiz. Sen bilan Maldivga ham bormayman. Nimaga? Samaradan aka rahmat. Даже nima qatligini bilmaysan. Samaradan aka birka uring. 1000 talik yuring, 100 talik bilan o'tmayapti deyishyapmiz. Plis ko'pish shuni basharasiga yursangiz, mana muzdan chiqamiz. Shokoladka, rahmat, shokoladka. Nega effekti yo'qot? Nodirbek effektim joyiga kirib chiqyaptimi? Salom negin. Menga shuni hech kim efirdan chiqib ketmay tur, menga bir 7 minut shunda vaqtda, shunda bitta joyga shuni borib kelay. Ketib qolmaysan? Qayerga? To'xta, shartimni qildiray keyin. To'xta. Snipe. 7 minutda ishimni hal qilib kelaman. Snipe. Nigina nomer ading o'g'lim. Xolasa ertaga ham o'ynaymiz. Qara nigin. Ana o'qilasan hozir. Snipe. Nima shart qildirsan yana? Yo, niginam, mani asalim bu, mani qadrdonim bu. Uni shahlo ko'ziga jonim qurban. Oxirgi raund shart bermay keta qolmadim, necha marta senga ayaganman. O'chir ovozingni. Men bu uyda erkakman. Ha? To'xta, bil. To'xta, nega? Shartim shu. O'zi keldi. Qara, kim bu uyda erkak desam, Chingiz aka, siz bu uyning erkagisiz deysan, davay. Davay jonim, assalom, davay. Bos. Sen emassan lekin bilib ol. Kim bu uyda erkak? Chingiz aka, siz bu erkak. Shunday bo'lsin. Yana bir marta til qaytaray. Kim bu uyda erkagi? Chingiz aka, siz bu erkagisiz. Yerga qarab gapiring. Ko'rmay qaytib ko'zimga tik qilib gapirganingizni. Tushundingizmi? Bu uyda erkak kim ekan? Siz Chingiz aka. Shunday bo'lsin. Til qaytarmang, tushundingizmi boshqa? Yerga qarab gapir. Ko'zingni o'yib olaman. Bu uyda erkak kim? Siz Chingiz aka. Menga mujmayma deyapman. Yerga qarab gapir. Bu uyda erkak kim ekan? Siz. Bel yeter. Bel yig'laveraman. Bel harf. Assalom jonim. O'ynanib ketay ko'zlaringizdan. Sen erkak bo'lib qolsan-da endi. Bella. Lekin vaqtidan oldin tugatdim. Til qaytarman asali. Hozir 2 minutda kelaman. Mani hayotim bo'tda emas. Deb o'ylayman deydi. Gul beringlar 8 ta. Buyon odam emasman deb o'ylayman. Hamma bittadan gul bersin. Men bugun faqat yutqizdim shu Chingizga.
Yigini Chingizni sevadi. To'ppa to'g'ri. Sizga o'xshagan dalboyoblar men Chingizni sevaman deb o'ylaydi. To'ppa to'g'ri. Biz kim seviydi bu yurma hozir. Samarqand bilaman. Bilaman joyim işte. Yiginani o'z hayoti bor. Shuni ayting. Biz yilda bir uchingizni ko'rsam. Zokirov rahmat. Yana menga sanchingizni sevasan deb qo'yishsa, WhatsApp degim keladi. Bo'ldi o'chiraman bundan keyin mana. İnsanlar shunaqa da e'tibor bermash kerak-da, to'g'ri. Zokirov rahmat. Urib qo'yadi hozir bor-u. Endi nima deysizlar? Inshaalloh men ham peshonamga yozgan ekansan, shunaqa insonlarga tanilib ketasan. Ochiq yaxshi yo'nalishda emas, ochiq-sochiq kiyinib hammadan gap eshitasan. Hammadan har xil negativ fikrlar olasan. Lekin men har doim sen bilan yoningda bo'laman deb yaratgan ekan deyman endi. Shunaqa yaratib qo'ydi. Men bu dunyoga kelishim ham ajoyib bo'lganda, ishonsizlarmi? Mani oyim aytishi bo'yicha 8 oy apparat o'g'il bola ko'rsatgan, tushundinglarmi? Qornida 8 oyligimdan o'g'il bola ko'ringan ekanman. O'sha 9-oyda apparat keyin mani qiz bolaligimni aniqlagan. Keyin men tug'ilganman. Tug'ilganimdan keyin hamma rad shunday tug'ilganman, boshim chiqqan, короче, ves raddomda, ves shaharda svet o'chgan ekan. Bir 5 minutmi, 15 minutga qop-qorong'i bo'lib turib, svet o'chgan ekan. O'shanda fonarlar bilan to'ldirishgan ekan meni. Keyin o'sha paytlari bitta yosh qizni ko'rgan, bitta buvam aytadi, yoshligimda bitta kampir ko'rgan ekan. Endi bizada viloyatlarda Otin buva, Otinoyi nimadirlar bor-ku, tipa. O'shanda, короче, yo buning katta biznesmen bo'lib ketadi, yoki-da biznesmen bo'lib ketadi. Yoki-da biznesmen bo'lib ketadi, yoki-da mashhur odam bo'ladi deb o'sha kampir menga shunaqa gap gapirib ketgan ekan. To'g'ri, lekin tug'ilganimda svetlar o'chgani bu menimcha o'sha paytlar o'zi svetga kam berishardi, o'shandan men ham deb qo'yaman. Men yutdim seni, короче, давай ket. Qanday yutasan sen? Men yutdim seni. Qanday yutding sen nega? Yutdim, ko'rmayapsanmi? Samariddin akam rahmat. Xullas, sizlar meni qancha yomon deb o'ylasanglar ham, meni podдержка qiladigan do'stlarim bor. Mana hozir bitta do'stim shu yerda. Sen uchun bu yoqqan meni. Sen emas. Emas. Xo'p. Sen ham menga do'stimsan. Qalaysan? Lekin sen do'stlaringni hisoblasak agar yer sharini 2 marta o'rashga ketsa kerak a? Da, lekin. Da, o'g'il bola o'rtoqlarim ko'pchim qizlarga qaraganda. Qiz bola o'rtoqlarim kam-da. Bundan keyin tarqalamizmi? Ha, endi. Xohlasang agar. Dozada o'tiribdi bu. Enangda amida o'tiribman, jalal. Men ham uydagilarim bilan dam olib yuribman. Rostdan nega mazang yo'qmi seni? Nima men o'rtoqlar kayposhiga o'xshaymanmi? Dozasi nima u? Dozada o'tiribdi. Qanaqa doza u? Opanglar faqat soqqa qilishga qiziqadi. Kayf qilishga emas. Rostdan men kayposhiga o'xshaymanmi bunda? Har kuni kayf qilib, nimadirlar. Настроение yo'q, nigin yo'q. Bugun ertalab
6'da turdim de, anu Pamukkale degan joyga ertalab 6'da borish kerak ekan. Ertalab 6-7'da turish kerak ekan. Shunga soat kechqurungi 2'da uxladim. 2'da uxlab 6'da turdim de, kam uxladim de. Gul beringlar yana 2'da. Boshqacha chiroyli bo'libsiz, rahmat. Ha, ko'ttu, zadagi tu ko't. Ha, zadagiman, gaplatasizmi? Tuya pilat bazasiymi? Xo'ham kelmaysanam. Xo'ham kusmaysanam. In mana ko'raman. Ay, o'g'ri chiqdi. Kaypo'shaga o'xshatishadi. Odam mayli atak. Gapiraverlaring. Sanlar mani qancha g'iybatim Maza qilib yashasin. Maza qilib yashasin. Mana Alloh shunchalik barakamni beraveradi. Chunki sanlar mani je deysanlar, u deysan, bu deysan, men hayotimda qilmagan ishlarimni mani bo'ynimga qo'yasanlar. Shu mani yaratgan bandi, yaratgan egam mani ko'rib turibdi deyman, buni qilmasligimni. O'shanga ham sanlar shunaqa yozib o'tirasanlar, mani hayotimni kuzatib, bu nima qilyapti? Bu qayerda? Nima qilyapti deb hayotlaring o'tadi sanlarni. Chunki sanlar bir umr meni ko'ra olmaysanlar. Bir umr menga tuhmat qilasanlar. Hali shunaqa baxtli bo'laman. Qarab turlaring. Остальное. O'zim mayli, astag'firullah. Chu xandam berayotgan, asabim ma'lum. Men hozir Turkiyadaman. Chingizbek, siz ham endi ikkinchi telefon olib vashshe o'zingizdan ketib olibsiz, ya? Faqat telefon o'ynab. Oylikni gaplasholmayman, oyligim kam tushdi. Oyligimni ko'tarishsin deyapman. Oyligim kam tushdi. Sani ko'taring demoqchiman. Buni puli kamaygan, o'shanga ham bu TikTokga efir ochdi dedim sizlarga. Siz qiynalib qoldim, tan olaman, qiynalib qoldim. Lekin men pul uchun efir ochganim emas, aka-ukalar, opalar, singillar. Chichvormang endi. Yo'q, men ham tan olaman. Men ham bular uchun ochaman, ham pul uchun ochaman. Aldimi? Nima qilasan aldab odamlarni? Odamlar ham lo'qmas-ku, bo'ladi bormi, yeb bizada ham bor. Mana xalq biladi. Men siz uchun gapiraman, men o'zim uchun gapiraman. Men efir ochgan paytda men pul nimaligini bilmaganman. Mana o'sha vibe'da o'tiraman hali ham. Gapimni bilmay. Sen olayni yo'g'an bo'lib ketding. O'chirgan ovozingizda men gapiryapman, ayol kishi jim o'tirsin. Men u payt pul nimaligini bilmaganman, to'g'risi. O'sha vibe'da o'tirman, o'sha xotirada o'tirman. Yonliging zo'r qiz. Juda bir ajoyib chiqib kelgansan-da, lekin bu xalq TikTok olamiga chichib, buqingni ko'rsatib tanilgansan. O'shanda ko'rganda kim bu dalboyob deganman-da. Bo'ldi, Niginjon, bugun damni oladigan vaqting ham ketdi. Uxlab damingni ol. Ho'p. Chiqording bitta. Chiqording. Ho'p. Yaxshi. Jonim, seni sevaman. Nima?